Kanikulda tog'aynikiga kelsin, nimalar bo'ladi? Men keldim. Maza qilib dam olaman. Как раз bitta madgor kerak edi. Ha? Qani, ishtonni almashtirib chiqchi polvon. Sen dam olishda reja qilib yurgan paytingda tog'ang senga ishlarni rejasini tayyorlab qo'ygan bo'ladi. Hech kimga kerak bo'lmagan o'tlarni bir chekkaga toshishdan boshlaysan. Bularni toshib qutulishingga eski daraxtlarni tomirini ko'chirtirib bir joyga to'plashadi. Nima emish, qishda yoqamizmish. Endi bu ishni qilib bo'lishingga tog'ang kelib boshqa ishni buyurib yuboradi. Hamma ishlardan charchaganingdan keyin tog'ang kimdan qo'rqadi? Buvingdan qo'rqadi. Buvingga sekin jalba qilishga borasan. Buva, qara, tog'am meni qiynavordi, tunni ishlatyapti. Biron narsa deb qo'y. Bo'pti, aytaman. Ish qilmaydi. Oyog'imni bosib qo'y. Buving ham senga bitta ish buyuradi, lekin beminnat oyoqlarini bosib sekin o'qalaysan. Tog'ang kelib yana boshqa ishlarni buyuradi. Onasini emsa shuncha o'tni qachon yo'li bo'laman-a? Qanaqa qilib bahona qilib uyga ketib borsam bo'larkan? Xotiram yo'qolib qoldi deymikin? Yo shart o'zimni tashlab yuboraymikin-a? Qanaqa ketsam bo'ladi? Bobek, maslahat ber, iltimos. Sani dam olish rejalaring o'xshamagandan keyin itdan ham bitta maslahat chiqmagandan keyin nima qilishni bilmasdan faqatgina kanikulni tugashini kutish qoldi xolos. Boshqa iloji yo'q. Karitchi jiyan, men do'konga ketaman, to'g'ri kelgunimcha itni cho'miltirib qo'y. Tog'a kuzatmay qo'yavering. Yana ozgina qolmadi endi. Yo'q, endi boshqa kelmasam kerak, tog'a. Opamga telefon qilib qo'ydim, keyingi hafta jo'natib yuboradi. 3 ga madg'ish kelyapti. Kanikulda tog'asinikiga borganlar bormi? Eslaringga tushgan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Paq.